belli yana. Qarayapman, sochlarim qolmagan, yuzlarimga ajin tushgan. Siz уже meni sevmaysiz. Nima qilay, tushimga sevamisan? Men uxlabman-ku odamzod. Uxlabman, uxlagan o joyga qanday sevasan? Men yuzimga uxlat qilishim kerak, sochlarimga uxlat qilishim kerak, uxlat va kosmetik qilishim kerak. Men nima qilishim kerak? Men nima qilishim kerak? Pul berishingiz kerak. Yo'q pul. Pul bermasiz, ajrashaman. Qancha? Ancha. Qancha? Ancha. Beraman. Hozir bering, chunki men o'zim zakaz qilaman-ki. Plastigimda o'z naqdim yo'qmi? Mayli, ularga plastikdan ham o'tkazsa bo'ladi. O'zim zakaz qilaman, ertaga dastavkam keladi ertalab. Pul berasiz? Plastigim yetgandek. Mirjon! Ha, beraman. Zakaz qil. Ha, qira zakaz qilsan. Ersaq degan bitta. Nima? Ersaq. Kompaniyani ham o'tini qo'yibdi-da. Ersaq, onasini jot soq faqat. U turецкий kompaniya Ersaq Mirjon. Ersaq uchunman. Ha, zakaz qilma, uxlay, ertalab ishga ketishim kerak. Umrimni yeding meni. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ersaq kompaniyasimi? Ha, to'g'ri tushdingiz. Hozir sizga tovarni zakaz qilganim shular qachonga keladi? Bugun dastavkasi chiqib ketdi, ertaga sizga yetib boradi, xudo xohlasa. Sizga yana bitta narsani aytmoqchi edim. Biz sizni ro'yxatdan o'tkazgan holda mahsulotlaringizni chiqardik. Sizga login va parol berildi. Agarda mahsulotlar yoqsa, ishlatib ko'rganingizdan keyin uni tanishlaringizga tavsiya qiladigan bo'lsangiz, siz bizdan qo'shimcha daromad ham olishingiz mumkin. O'zingizga shunday promokod beriladimi? Ha, albatta, login parolingizni sizni lishkangizga tashlab qo'ydim. Bo'ldi, rahmat. Kim bildi bu? Sanich. Ertalabdan. Ey! Xotin! Eshikni ochqani kim u? Ertalabdan balomamiz chiqqanlar nima qara? Xo'p, dastavkam keldi. Nechun Mirjon, dastavkam o'zi ochaman. Assalomu alaykum. Rahmat. Ha, keldimi ximikatlaringiz? Mirjon, bu ximikat emas. Bularning barchasi 100% tabiiy. Bu birinchidan, ikkinchidan bu kompaniya dunyo bo'yicha yagona Arabiston sertifikatini olgan. Значит, bu halol 100%. Bilasizmi, qanaqa bu kompaniyaning foydali narsalari bor? Soch uchun, yuz uchun. Siz nimani ham bilasiz? Oti nima edi bu kompaniya? Ersaq. Ha, erni sog' degan kompaniyada bu. Ketdim men hozir hamma go'shkalarimga pis onamga telefon qilaman. Onam zakaz qiladilar. Uni, sen onangni. Nima onangni? Yaxshi ko'raman onangni.